Assalomu alaykum hammaga. Bugun Shahrisabzda shov-shuv solgan Iqro Reyderlar maktabini asoschisini olib kelganmiz. Intervyu qilamiz siz bilan aka bugun. Mayli, bemalol. Chiqibsiz. Rahmat. Agar savolda nima shaharga bunday shov-shuv qilib yuribsiz? Jentira qo'yib. Asosiy bu shov-shuvimiz hozirgi bolalarni dunyo matohlariga deydimi, ya'ni hozirgi paytda katta bolalarning mashinasi Jentiraga qiziqishi deydimi yoki mana bu iPhone 17 ga qiziqishi deydimi, shu masalalar bilan birgalikda olib chiqilgan asosiy mavzu ko'rilgan. Bu mavzu shuki, ya'ni bolalarni mana shu 3 oy kanakulda vaqtlarini samarali o'tkazishlari uchun hamda mana shu 3 oy kanakulda bilim egasi, haqiqiy kelajak egasi bo'lishi uchun aslida bu masala ko'tarilgan. Ya'ni bolalarni hozirgi qiziqishiga qarab turib kelajagini yaratilish sabablari ko'rilgan aslida. Jentirani shu sababdan qo'ygansiz, to'g'rimi? Bolalar qiziqadi, shuni yutib olishga harakat qilib, ilmga chorlashda maqsad, to'g'rimi? Shunday. Bu jentirani qo'ysangiz bu katta zarar bo'lmaydimi sizga? Jentira, iPhone 7, notebook. Endi nima deydi, zararini o'ylasangiz, foydasi haqida ham o'ylamang degan bir gap bor. Ya'ni hozir biz oxirgi paytda faqat foyda haqida ham o'ylayversak, ya'ni foyda haqida o'ylaymiz-u, lekin kelajak haqida bosh qotirmay qolamiz. Ya'ni bizning kelajagimiz yoshlar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi paytda kelajagimiz uchun foyda ko'rishdan qiyinroq, nima deydi, murakkabroq narsa yo'q bu yerda o'zi aslida. Kelajagimiz qanchalik rivojlansa, ya'ni bizning foydamiz o'shancha ko'tariladi. Bu jentirani qanday qilib yutib olsa bo'ladi, yoshlar shuni ham tushuntirsangiz. Bu jentirani yutib olish juda ham oddiy. Hech qanaqa bu yerda bolalar tomonidan bir muammoga yoki bir pulsiz qolib ketadigan yoki puldan ajralib qoladigan, ya'ni pulga borib taqaladi, ya'ni iqtisodiy tarafga borib taqaladi. Hech qanaqa muammolik tarafi yo'q aslida. Ya'ni 3 oy davomida o'qiydi, bilim oladi, o'sha bilimi o'zida qoladi baribir. Necha oyda o'qib shu jentirani yutib olsa bo'ladi? Ya'ni 3 oy davomida, ya'ni mana shu 3 oylik ta'til jarayonida ko'rib chiqilgan bu. 3 oylik ta'til jarayonida eng yuqori ball to'plagan o'quvchiga, ya'ni beriladi. Bu qanday beriladi? Ya'ni bola 3 oy davomida o'qiydi. Bizda hammasi haqqoniy. 3 oy davomida o'qiydida, o'qib davlat test markazi deganda, ya'ni IELTS 0 multi level degan, ya'ni sertifikat topshiradigan joylarimiz bor. O'sha yerga borib turib sertifikat topshirishadi. Bu sertifikatdan keyin biz eng yuqori ball to'plagan o'quvchilarni aniqlaymiz. Bu hech qachon biz aniqlamaymiz bu narsani. Ya'ni bu davlat tomonidan o'sha aniqlab beriladigan test markazida aniqlanadi bu narsa va o'sha eng yuqori ball to'plagan o'quvchimizga o'sha Jentira, iPhone 17, notebook, $500 pul mukofotlarini bermasdan ilojimiz bo'lmaydi. Eng zo'r o'qigan, eng ilmli o'quvchilardan biri yutib olar ekanda, demak. Eng bilimlisi, chunki o'qisa, o'rgansa hozirgi yoshlarimiz juda ham kallalik, miyalik, aqli joyida. Biz o'sha yoshligimizga o'zimiz e'tibor beradigan bo'lsak, oddiygina chi telefon ishlatardik. Hozir kichkinagina bolachalar ham sensorlik bemalol xohlagan narsasiga kira olyapti. Telefon o'ynagandan ko'ra, har xil mana keraksiz videolar, keraksiz materiallarni ko'rgandan ko'ra, vaqtini unumli foydalanib o'qish kerak bo'ladi. Qiroga kelib o'qigani yaxshiroq ekan-da, Jentira. Xuddi shunday. iPhone 7, Xuddi shunday. Chunki 3 oy mobaynida bola faqat telefonga bog'lanib qoladi va vaqti faqat telefon va ko'chaga chiqish bilan o'tib qoladi. O'sha xotirani rivojlanmasligiga olib keladigan narsa, ya'ni telefonni kontentlarini ko'p ko'rishdan kelib chiqadi bu narsa. Ya'ni 3 minutlik programmalarda, metrajlarda ko'p o'tkazib ko'ra olish, ya'ni miya o'sha vaqtni o'zida o'shanchagina fikrlaydi. Ya'ni 3 sekundda bitta o'tkazsa, 3 sekund fikrlaydi. 5 sekundda bitta video o'tkazsa, 5 sekund fikrlaydi. O'sha 5 sekund miya o'rganadi o'sha narsaga 5 sekund fikrlashdi. Ya'ni kitob o'qisa, ko'proq slovar yodlasa, ya'ni inglizdan vocab deydi, slovar ruschasiga, o'zbekchasiga, ya'ni lug'at deydi. Ko'proq yodlasa, ham xotira rivojlanadi, ham ertaga nima deydi, o'qigan narsasi tezroq miyasiga kirishni boshlaydi. Yosh chegarasi qancha sizda o'qishingizga, misol uchun o'sha 3 oylik o'quvga topshirish uchun?
Bizda yosh chegarasi hozirgi paytda 6-sinfdan 11-sinfgacha bo'ladi. 3 oylik o'sha 3 oylik. ta'tilda jentrani yutishni Xuddi shu yosh shunday. yetarli, to'g'ri? Xuddi shunday. Undan tashqari siz maktabda asoschisiz, shaxsiy maktab. Xuddi shunday. O'taymi ham, xudo xohlasa, keyingi introlarimizga olib chiqamiz. Hozir bu video ham cho'zilib ketdi. Mhm. Obunachilarimizga qiziqmi shu holat? Yana keyingi intervyularni qilaylikmi, nima deysizlar? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Ta'lim to'g'risida. Ta'lim to'g'risida, ya'ni qanday qiziqadigan savollar bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldirsanglar javob beramiz va keyingi ya'ni podkastimizda sizga beriladigan ma'lumotlarimiz juda ham qiziqarli bo'lishi mumkin. Chunki ta'lim to'g'risida bizda mana Qashqadaryo deb oladigan bo'lsak, Qashqadaryoda juda ham kam ma'lumotlar bor. O'sha hali bizning xalqimizga ko'p ma'lumotlar yetib bormagan. Ya'ni barcha ma'lumotlarni sizga ulashib boramiz. Hamda yana bir yangiligimiz bor. Biz chet el universitetlari bilan, Buyuk Britaniya universitetlari bilan shartnoma tuzganmiz. Biz o'sha shartnomalarimiz bilan sizni, ya'ni tomoshabinlarimizni qiziqtirib, endi ta'limga bo'lgan qiziqishlarini ortib borishi uchun yangicha yo'nalishlar qilib boryapmiz. Bu mavzular bo'yicha keyingi dasturlarimizda, ya'ni keyingi podkastlarimizda siz bilan birgalikda qo'yib borsak, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat deb qolamiz aka. Keyingi safar kutib qolamiz. Rahmat. Sog' bo'lasiz. Sog' bo'ling.